Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Bugun sizlar bilan oddiy bir hikoya emas, yurakda iz qoldirgan haqiqat haqida suhbatlashamiz. Bu kechikkan javob, aytilmay qolgan so'z va oxirgi marta yozilgan xabar haqida. Tayyor bo'ling, bu safar biz faqat eshitmaymiz, his qilamiz. Oxirgi xabarni o'qiganimda yig'lab yubordim. Zubayr ismli yigit tilidan. Ba'zida hayotda bir lahza keladi. U yuragingni tilka pora qiladi. Bitta xabar, bitta satr butun ichingni ag'darib tashlaydi. Bu mening hikoyam. Men Zubayrman va bu yuragimda hech chiqmaydigan voqea. Men onam bilan birga katta bo'lganman. Otam erta vafot etgan. Onam menga ham mehr, ham sabr, ham duo bo'lgan. Har safar darsdan kelsam, u bir xil savol berardi. Zubayrjonim, charchamadingmi? O'qishlaring yaxshimi deya. Men esa odatda ha deya javob qaytarardim. Xonamga kirib ketardim, chunki o'zimcha katta bo'lib qolgandim. Uni yaxshi ko'rardim, lekin aytmasdim. Universitet boshlangach aloqamiz sustlashdi. Uyga kam boradigan bo'ldim. Ko'proq do'stlar bilan yurardim. Bir kuni telefonimga oddiy bir xabar keldi. Zubayrjonim, bugun o'zimni yomon his qilyapman. Shifoxonadaman. Faqat duo qilgin. Sen menga kuchsan deb. Men bu xabarni o'qidim, ammo javob yozmadim. Ertaga yozaman deb o'yladim, ammo ertaga qo'ng'iroq keldi. Onam bu dunyoni tark etgan edi. U menga yozgan oxirgi xabar edi bu. Shu xabar haligacha telefonimda saqlanib turibdi. Har safar o'qisam, yuragim eziladi. Yig'lamaslikning iloji yo'q, chunki bu so'zlar javobsiz qolgan. Kechikkan, lekin yuragimga muhr bo'lgan so'zlar edi. Men unga aytolmadim, onajon, men sizni yaxshi ko'raman deb. Iltimos, kimni sevsang bugun ayt, kechiktirma, ko'ngil so'ra, chunki so'nggi xabar qachon kelishini hech kim bilmaydi. Bugun aytilgan so'z ertangi afsusdan afzal deya hikoyamiz qahramoni o'zini so'zini yakunlaydi. Men o'zimni shaxsiy xulosam, hayot biz o'ylagandek uzoq emas. Har kuni biz uchun yangi imkoniyat, lekin har lahza ham bir kun oxirgisi bo'lishi mumkin. Bu hikoyani yozayotib yuragim qattiq titradi. Chunki hayotda biz e'tibor bermagan insonlar aslida biz uchun eng qadrli bo'lishi mumkin. Onaning oxirgi xabari, javobsiz qolgan so'z, kechikkan izoh, hammasi yurakda og'riq bo'lib qoladi. Men shuni angladim, aytishga ulgur, kechirim so'rashga sabab top, mehringni ko'rsat, chunki bir kun kelib faqat bir dona xabar qolishi mumkin va u so'nggi bo'lishi mumkin. Barchalarimizga ibratli bo'ladi degan umiddaman. Barakallohu fikum. Assalomu alaykum.